Bugungi kunda ayollarning ilm-fan va innovatsiyalar sohasidagi faolligini oshirish hamda yosh olimlarni qo'llab-quvvatlash masalalari xalqaro hamkorlikning muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan. Shu munosabat bilan Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligining fan, ta'lim va innovatsiyalar bo'limi hamda Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot institutining bir qator vakillari bilan BMTning ayollar tashkiloti UN Women vakillari ishtirokida uchrashuv bo'lib o'tdi. Suhbat davomida ayollarni iqtisodiy qo'llab-quvvatlash, startap dasturlarida ayollar ishtirokini kengaytirish, ilmiy tadqiqot faoliyatida gender yondashuvini kuchaytirish masalalari muhokama qilindi. Tomonlar ayol tadbirkorlar va yosh olimlar uchun treninglar tashkil etish, raqamli ko'rgazmalar va xalqaro platformalarda ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytirish yuzasidan hamkorlik yo'nalishlarini belgilab oldilar. Uchrashuv yakunida kelgusida qo'shma loyihalarni amalga oshirish va amaliy hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha kelishuvga erishdilar.